Pulingiz kam bo'lsa ham, lekin olishingiz shart bo'lgan 3 ta eng muhim kosmetikalar. Birinchisi bu yuzni tozalash uchun umumvalka. Agarda siz qanaqa qimmat kosmetikalar ishlatmang, qanaqa brendiviy kosmetikalarni ham ishlatmang, agarda yuzingiz tayyor bo'lmasa, yuzingiz toza bo'lmasa, hech qaysisi siz kutgan natijani bermaydi. Luxury varianti Hubis Lab'ni Sensitive Skin umumvalkasi, budjetniy varianti bo'lsa Lagomni umumvalkasi. Ikkinchi sizga kerak bo'lgan kosmetika bu namlovchi krem. Yuzni namlash uchun ham, uni makiyajga tayyorlash uchun ham, yuzdagi muammolarni oldini olish uchun ham sizga namlovchi krem kerak. Luxury varianti Premium Active Botox kremi, budjetli varianti bo'lsa Round Lab'ni Dr. Lab kremi. Uchinchi sizga eng kerak bo'ladigan kosmetika bu quyoshdan saqlanuvchi krem, ya'ni SPF. SPF tanlashda nimaga ahamiyat berish kerak? Albatta, u sizni quyoshni UVA va UVB nurlaridan ham himoya qilib berish kerak. Luxury varianti Helen SPF kremi, budjetnisi bo'lsa Clarins SPF kremlari. Videoda bu kosmetikalar juda ham tez o'tib ketib qoldi. Bemalol orqaga qaytib screenshot qilib olsanglar bo'ladi.